aprel emas, lekin bir voqea esimga tushib qoldi. Andijondan Toshkentga uchadigan paytimiz, endi to'yga bordik, Andijonda xizmat qildik. Ertasiga Toshkentga kelamiz. Andijon aeroportida bir akamiz bor edilar, baquvvat bir. Taniysizlar ko'pchiliginglar. Shu borsa shuna samolyotga chiqaruvchi yuboradilar. Kechqurun kirib kelishimiz bilan, aeroportga qo'nishimiz bilan kechqurun hali akamiz aeroportdan chiqayotganimizda so'radilar, "Obajon, qachon qaytasiz orqaga?" Men aytdimki, "Ertaga ertalab birinchi reysda ketishim kerak, aka, shaharda ish bor" desam, "Bo'ldi, birinchi reysga kelasiz, bilet qilib qo'yaman" dedilar. Shu bilan birinchi reysga keldik, ertalab voqli kelsam, bilet yo'q. Endi o'sha paytda Andijondan Toshkentga endi otliqqa ham bilet yo'q-da. To'polon haligi aeroportning nachalniki xo'jayin akamiz 30 kishini kabinetdan haydab chiqaryapti. Chiqinglar, yo'q bilet. Qayerdan olaman? Ha bu samolyot bo'lsa bu, haligi ekspres avtobus emas, u ichiga hamma sig'adigan. Chiqinglar, haligi xotin, xalaj, kampirlar, buvilar, bir bobolar, ishqi bir 30 kishini haydab chiqaryapti hali odam. Men bilaman, men aytib qo'yganman, kechqurun xotirjam. "Assalomu alaykum" akasam, "Tartar sanam. Artist jog'i bormi o'traqa? Chiqlaring hammang." Meni ham qo'shib haydab yubordi. Boshimdan bir chelak muzdek suv quyganday bo'ldi. Sovuq ter chiqib ketdi. Men hech kutmagandim bunaqa muomalani. Haligi yonimda "Voy, artist ham haydadi. Rostdan ham bilet yo'q ekan, artist ham haydadi. Hammamiz sekin pastga tushib ketyapsak, "Obijon, siz qayting" dedi. G'alati bo'lib yoniga borsam, "Qalay, menda artist chiqarkanmi?" deydi.